Bugungi raspakovkamizga tayyormisizlar? Chekimiz mana shundoq. So'mini oxirida aytaman. Bozorlikni oyim qilib kelganlar, nimalar borligi menga ham syurpriz. Birinchisi limon 3 dona. Bolgarskiy 1 dona. Oldingi videolarimda ko'p aytganman, biz hozir yashayotgan kvartiramizda xolodilnik dabdala, ishoninglar menga dabdala. Hamma narsa sразу aynib qoldi. O'shaning uchun dona-dona olamiz. Mayonez, mana bunaqa ko'lichkali pechenyelar. Kim yeysidi? Mana yoshligimda juda ko'p bo'lardi. Kolbasalar, gulkaram, mana zakazim bo'yicha, yogurt va yana yogurt. Chechevichniy sup uchun mana shunaqa mayda garohlar. Buni nomi yasmiq ekan, endi bildim. Masla, baqlajonlar, hammasi katta-katta, chunki zo'r salat qilaman. Aynan shunaqa kattalari kerak. Va shokoladka. Men yaxshi ko'rganim. Summasini aytib kerakmi? Videoni tugatib olishimga oz qoldi, summasini aytmasdan. Xo'sh. 390 ming. 390 ming bo'pti. Shuncha narsaga arziydimi? Yo'qmi o'zinglar aytib ketinglar.